Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi. Ismi sachratqi. Rus tilida chikori deyiladi. Sachratqi soy bo'ylarida, namli joy tomorqalarida o'sadigan dorivor o'simlik bo'lib, balandligi 1 metr chiqadi. Sachratqini may oxirlari avgust oyigacha terib olib, quritilib iste'mol qilsa bo'ladi. Bir osh qoshiq maydalangan sachratqini bir choynakka demlab, kun davomida 3-4 piyola ichsangiz bo'ladi. Sachratqining shifobaxshlik xususiyatlari asosan qandli diabet, sahar kasalliklari bilan aziyat chekayotgan insonlarga shifobaxsh. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsak bo'ladi.